Salqin tushgandan hamma issiq kiyim qidirib boshladi, to'g'rimi? Aynan hozirgi ob-havodagi yetadigan ajoyibgina bir vetrovkamiz kelgan. Zegnadan bo'ladi. Qaranglar, pastda bir zamok, tepada bir zamok bo'ladi. Yuz bo'yinlaringizni issiqqina ushlab turadi. Ichidan xohlasangiz shuni sviterlardan taxlab beramiz. Rubashka desangizlar, rubashka bilan ham kiyaverasizlar, xullas yarashib turaveradi. Oldi qismini qaranglar. Zamosh bilan ishlangan. Qo'llari esa jemper tovar bo'ladi. Hazzatib kiyaverasizlar, komfortni sezib turaverasizlar. Kiygan vaqtda ham qalblar ham mo'shnigalik turaveradi. Kishan burishini qaranglar. Teylari manjetlatib ishlangan. Bu ko'rib turganimiz birinchisi qop-qora rasvetkasi bor. Xohlasanizlar bunda ishning bogat rasvetkalardan biri siniy rasvetkasi ham sotuvda bor. Ko'ringlar. Bular tushadigan jinsi desangizlar, jinsi, pol klassik desangizlar, pol klassik hammasidan xudo xolasa mo'shni luklarni taxlab beramiz. Orqa tarafini burishini qaranglar. Bemalol kelaverasizlar, narxlar ham ajoyib bo'ladi. Dastavka kerak bo'lsa, dastavka ham qilib beramiz. Buni narxi qiziq bo'lsa, kommentariyada narxdan o'zimiz javob beramiz.